Qo'lga kene. Qo'qonlik kenayamiz bilan bellashuvni boshladi. Mukofot pulimiz 500 ming so'm. Ekatavr jamoasi taqdim etadi. Yormazor go'sht markazida 1 kilo go'sht ketsalar 500 ming so'm. Ekatavr jamoasiga bitta pasport topsalar, kuniga 1 kilo go'sht puliga bitta uyda shundoqqina sizlar nomlaringizga rasmiylashtirib berishadi. Kenayamizga omadlar tilaymiz. Mayoq sifatida go'shtlar qo'yib berganmiz. 1 kiloni kesib beradilar hamda 500 ming so'mga ega chiqishadi. Kenay shoshilmasdan bemalol ishonch hosil qilib qo'yaverasiz to'g'ri. Anchadan beri bizda ayol kishi g'oliba bo'lmagan. Opamiz birinchi g'oliba mana Xudo xohlasa. Chiqadimi? Ko'pmi bu? Ha? Solishtiring Kenay. Ko'p bo'lsa olib tashlang, bo'lsa qo'yib qo'ying. Kenayamizga omadlar tilaymiz. 12-aprel sanasida birinchi g'olibamiz bor. Qo'lga Kenay. Gap yo'q. 1000 gram dahshat ko'ringlar. Kenay bitta go'sht olib qo'shib qo'ying. Voy malades. 1 kilo 58 gram go'sht olib qo'ying Kenay. Toppa to'g'ri 00 Ekatavr jamoasi tomonidan taqdim etilgan 500 ming so'm Kenayimizga sovg'a tariqasida beriladi. Xayrli bo'lsin Kenay. Yutuqlar bardavom bo'lsin. Yaxshi!